Dahshatli yong'in sababli mashina o't ichida qoldi. O'zbek shou-biznes olamining taniqli xonandasi Alisher Fayz haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. 23-may kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanida Nissan rusumli mashina yonib ketdi. Bu haqda poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga soat 19:57 da tumanning Beshqayrag'och ko'chasida Nissan rusumli avtomobil yong'in sodir bo'layotgani haqida xabar kelib tushgan. O'zbek shou-biznes olamining taniqli xonandasi Alisher Fayz hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlaridan ko'rinish berdi degan video lavhalar tarqaldi. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarni namoyish etib boramiz.